Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, sog'oma yuribsizlarmi? Xudo xolasa bugun 2026-yil 21-yanvar haftamizning chorshanba kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani A380 trassani bo'yida Ruslan metan etganmiz yurtdoshlar. Bundan o'tgan videoda aytganman 3 kun metan bo'lmaydi deb yurtdoshlar. Bugun 3-kuni sovuq bo'lganlik hisobiga metanlarimiz kuyib berishi to'xtatilib turibdi. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz bizlarga aytgan ekan, Nöçün endi soğuk bo'lsa metallar to'xtaydi deb yurtdoshlar. Ushbu videomizda sizlarga birma-bir javoblarni berib o'taman. Yurtdoshlar bilasizlar, sovuq bo'lgandan keyin maktablarda, xo'jaliklarda tabiiy gazlar avval 10 soat yoqilib turgan bo'lsa, 15 soat yoqilib boshlaydi. Agarda 7 soat yoqilib turgan bo'lsa, 10 soat yoqilib boshlaydi. Yoqilish muddati ko'paydi. Shuning uchun maktablarni, bog'chalarni gaz bilan ta'minlash maqsadida zapravkalarimiz to'xtatilib turadi. Xo'jaliklara, maktablara, katta-katta tashkilotlara gazlarimiz yetkazib beriladi. Nimaga deganda, uydagi tabiiy gazimiz bilan badiiy metan gazni ikkisi bir, farqi yo'q yurtdoshlar. Shuni hisobına metallarimiz to'xtatilib turibdi. Agar issiq kunlar boshlanib ketsa, yana metallarimiz ishlab boshlaydi yurtdoshlar. Taksiz benzin quymasmish, benzin quysa qishmasmish. Qachon metan ochilishini zapravshik ham bilmasmish dedi yurtdoshlar. Shunday vaziyat bo'lib turibdi. Xudo xolasa benzinlarimiz quyilib berilib turibdi. Bu tarafda metallarimiz ishlab ketsin gazlarimizdan yurtdoshlarimiz obязательно like'larni bosib qo'yaverasizlar yurtdoshlar. Bu tarafda benzinlarimiz ishlab turibdi yurtdoshlar. Benzinlarning narx-navosi bilan bugungi videomizdan tanishtirib berib o'taman. Xudo xolasa 4 kilimizda 98 benzinlarimiz gapti. Bu tarafda Eco Oil'da ushbu videomizda ko'rib boraverasizlar. 92 benzinlarimizning navgalarimiz quyib turibdi. 11500 so'mdan 92 ni quyib berib turibdilar. Bu tarafda no benzinlikini bilinmiz degan. Yozming qo'yibdilar ekan. 92 bu faqatgina bedayni. Quyib turibdilar navgalarimiz do'stlar. Ina. Bizani musofirdan ko'rib o'tirgan yurtdoshlarimiz uchun valyuta kurslarini aytib o'taman. 100 AQSh dollarimiz yurtdoshlar 1 million 202 ming so'm bo'lib turibdi. Eng patologi Rossiya rublimiz 152 ming so'm, Qozog'iston tengamiz 23 ming so'm bo'ldi yurtdoshlar. Xudo xolasa videomizni davom etaman, sizlar ko'rib kuzatib boraverasizlar. Endilikda propanlarni, benzinlarni 91, 92, 95 dan narx-navosini bilib beraman. Sizlar esa ko'rib kuzatib boraverasizlar. Bizlardan uzoqlashmanglar, bizlar bilan zerikmaysizlar. Yurtdoshlar, shuningdek ko'rib turgan bo'lsanglar, 4 kilimizda qorlarimiz yog'ib turibdi. Qorlar ko'p yog'aversin degan yurtdoshlarimiz like'larni bosib qo'yaverasizlar. Nechalik ko'p qorlarimiz yog'sa, yerlarimiz unumdor bo'ladi, dehqonlarimizda baraka bo'ladi yurtdoshlar. Baraka bo'lsin degan yurtdoshlarimiz, metan ishlab ketsin degan yurtdoshlarimiz ayamasdan like'larni bosib qo'yaverasizlar. Videomiz davomida endilikda yurtdoshlar sizlar uchun benzinlarni, propanlarni narxlarini qo'llangancha bilib beraman. Dizellar ham o'tamiz yurtdoshlar, ko'rib kuzatib boraverasizlar. Yurtdoshlar va nihoyat biza 4 yil yozuvni yong'inasindagi Eco Oil'a keldik hamda Abro Oil'dagi xudo xolasa benzin, propan narxlarini qo'llangancha bilib beramiz. Sizlar esa ko'rib kuzatib boraverasizlar yurtdoshlar. Xudo xolasa 4 yilda birinchilardan bo'lib 98 markali benzinimizni xudo xolasa Eco Oil ekkan ekan. Ko'rib turgan bo'lsanglar 15200 so'mdan quyib berilib turibdi 98 benzinimiz. Oktanlar ham zo'r ekan, 100 dan baland keladi ekan. i92 markaladagi benzinimiz 10800 so'mdan quyib berilib turibdi yurtdoshlar. Bu yon tarafda i91 o'tib berinaqa i91 benzinimiz 11500 so'mdan quyib berilib turibdi. Shunda savol tug'iladi, nechun 92 ga nisbatan 91 qimmat degan. Yurtdoshlar 91 ning oktanlari baland bo'ladi, 92 ga nisbatan probekdan ko'proq beradi. Shuncha og'alarimiz yana 91 ni 11500 so'mdan solib berib turibdilar yurtdoshlar. Savol tug'iladi, nechun 95 benzin yo'q deb yurtdoshlar. 95 benzin yo'qligi hozirgi kunda zavod birjaga qo'ymin turgan ekan. 95 benzinimizni shuni hisobına ikkinchi qo'ldan olmaydi ekanlar. Eco shuni hisobına 98 benzinimiz bor ekan. 95 ni plana yaqinroq 15200 so'mga quyib berilib turibdi ekan yurtdoshlar. Bu yon tarafda dizellarimiz 9600 so'mga, Euro dizelimiz 10000 so'mga quyib berilib turibdi. Undan tashqari bu yon tarafda propanlarimiz ham bor ekan. Propanlarimiz 6400 so'mdan quyib berilib turibdi. Sirakinani ranglari go'mgo'k bo'ladigan propanlarimiz rossiyskiy ekan yurtdoshlar. Endilikda Abro Oil'dagi narx-navolarni ham sizlarga tanishtirib beraman. Sizlar esa ko'rib kuzatib boraverasizlar yurtdoshlar. Qorlarimiz ham zo'r atib yog'ib turibdi. Galilotda yurtdoshlar iloji boricha keskin tormozlashni maslahat bermayman. Bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun yangilik.
tormozni ozgina bosib, uzuk etib tormoz bossangiz, sizlar sirpanmasdan to'xtaysizlar yurtdoshlar. Bu yerda saralchilarimiz bor, ya'ni dizellarimiz bir chetdan bahosini aytib beramiz yurtdoshlar. Ine. Xo'p, ko'rib turganlaringiz 10.000 so'mdan dizelimiz 10.500 so'mdan, ya'ni 10.500 so'mdan euro dizellarimiz quyib berilib turibdi. Bu yon tarafda i95 markali benzinimiz bor yurtdoshlar 14.800 so'mdan quyib berilib turibdi. i92 markali benzinimiz 10.800 so'm, 91 benzinimiz yurtdoshlar 11.500 so'mdan quyib berilib turibdi. Bemalol gap turib quyib ketsanglar bo'ladi yurtdoshlar. Sizlarga shunday yangilikni yetkazib borishda davom etamiz. Kanalimizda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, yetkazgan vaqtlaringizda rozi bo'linglar. Sizlarga yangilikni yetkazib borishda davom qilamiz.